Assalomu alaykum Mushtopdagi qarindoshlar. Endi mushu qarindishimiz Odil degan ism bilan to'plarga kiradigan o'xshaydi. O'zi Turkiya turidiki. Oldingi kuni mushu Uyg'ur ozodlik fondi to'pida Soliha degan ism bilan kiradigan qarindishimiz mushaqning bir tabliğini yo'llab qo'yibdi. Endi o tabliğning mazmuni Qur'ondagi salat kalimasining hammasi namoz emas. Ve Muhammed Aleyhisselam Araplarning payg'ambari. O bütün dünya payg'ambari olib kelgan emas. Degandek ba'zi bir talash tortishlarmish to'pladi bor. Bizning og'zimizdan unda gap chiqmaydi. Salat kalimasi haqiqatan ba'zi yerlarda o'zaro hamkorlashish, yordamlashish, yani bilim berish, o'rtaq tirishchilik ko'rsatish degan yerlarga ishlatiladi ekan. Endi namozga ishlatiladigan taraflari borki, mushtaq qaraydi ekan olimlar. Shu sababdan bu Qur'onda namoz bor deb kelyapmiz. Payg'ambar alayhissalomni Alloh Qur'onda rahmatan lil alamin dedi. Olamlarga rahmat qilib avatdiq dedi. Unda qo'yganki shu oyatlarga asosan hammamiz eng oxirgi payg'ambar shu Muhammad alayhissalom kelgan Qur'onmi insoniyat dunyosiga eng oxirgi samoviy kitob shu deb e'tiqod qilamiz. Endi bu temada ana shunday Qur'onda namoz yo'q. Aroqni harom demagan bilan cheklangan narsa, uning yaqinlashmanglar shaytonning amallari dedi Alloh. Shuning bilan uni halol degan gap chiqmaydi endi. Harom deb yezib qo'ymaslar, o halol bo'lib qolmaydi. Mana mushundaq temalarni o'tirg'a chiqib, mush temalarda ancha-muncha o'zining ko'z qarashlarini o'tirib qo'yib munozirlashadigan qarindoshlar bor. Mushu qarindoshlarga qarta, mushu qarindishimiz, Odil degan mushu qarindishimiz Qur'on bilan payg'ambar alayhissalomning eng oxirgi payg'ambar ekanligi, butun insoniyatga payg'ambar bo'lib kelganligi yolg'iz arabga emas. Mush to'g'riliq shunda chiroyli dalil keltirib so'zlabdiki. Bunun qarta men Allah razı bo'lsin deb yezib qo'ydim. Abdukrim Zoir Allah razı bo'lsin, mana Qur'on bilan bir javob bergani bo'ldi ekan-ku, mana mushta javob bersi bo'ldi ekan-ku dedi. Shuni bilanla bu qarindishimiz ko'ranglab ketib qoldimi? Asos jihatdan yana o'zini bosolmay qoldi. Mandaqchi qanday sapa haqiqatan biz orzu qilgandek emas chiqdi yana. Endi Qur'onda banasiga Qur'on bilan javob bergani bo'ladi. Namoz, zakot, ro'za, haj degandek narsalarga hammasiga bu ibodatlarning hammasi Qur'onda bor va bu to'g'riliq kelgan hadislarni bizmi supurib tashlamaymiz. Shaxsan men supurib tashlamayman. Hem bu to'g'riliq kelgan hadislar to'g'riliqmi talash tortishimmi yo'q boshqalar bilan. Albatta payg'ambar alayhissalomga Qur'onda namoz, zakot, ro'za, haj mushunga o'xshash ibodatlarning hammani buyurgan bo'lgandan keyin payg'ambar alayhissalom mushu ibodatlar to'g'risida to'xtaladi. Va Qur'ondan tashqari yana mushu ibodatlarning afzal ibodat ekanligini, Allohning bizga farz qilgan ibodat ekanligini mushlarni so'zlaydi 23 yil jarayonida albatta Qur'ondan tashqari yana mushu gaplarni qiladi. Undan boshqa jazona, zina deganga o'xshash narsalarningki uning xatarlik narsa ekanligini, insonlarga cho'ng bir ziyonlarni keltiradigan yaxshi ish emaslik to'g'riliqmi so'zlaydi. Endi bir necha yilning yog'i talash tortish qilishayotgan, ya'ni munozir qilishayotgan, talash tortish demayli, zodi to'g'risi qaysi buning deb shuning to'g'risini topish uchun o'tirib qo'yayotganimiz Qur'onda bo'lmagan narsalar. Shaxsan men ko'pincha vaqtda narsalar Qur'onda yo'q.
bu nima uchun Qur'onda yo'q, hadisda bor. Ma hukmlar Qur'onda bunday hukm berilmagan. Nima uchun hadislarda bor, tarixlarda bor va nima uchun olimlar bu to'g'rida birlik hosil qilib qoladi. Mushu narsa bizning dinimizga qilingan suiqasdmi yoki qandoq? Mushunga Qur'on bilan bir javob berib boqinglar deganda, Qur'on bilan hech kim javob bermadi. Hadis bilan javob berdi. Hadisi borligini, tarixda borligini, ulamolar nurg'un narsalarda birlik keldi deb o'ttirg'i chiqib qolgan bu birlik hosil bo'lib qilishlar hammasini cho'disi borligini biz bilamiz. Hem ma balansı birdemning ichida oldingi kuni shunda chiroyli rag'batlantirib qo'ysak, Alloh rozi bo'lsin desak, birdemning ichida mana bularga gap qilmasak, necha vaqtni yog'i anda bo'lib ketdi. Manda bo'lib ketdi. Endi mana gap qilgandik birdemda bularning tugida asos jihatdan bular. Biz bilan bir narsa deyishamaydi bular. Deb shunda deydi. Demek bu balının sapasının qanchalikligi ve bu milletke dinin haqiqatini o'rgatish emas, o'zini shu boshqalarni yengish uchun o'tirg'i chiqib olganligi ve boshqalarga o'zini aytib bilimli qilib ko'rsatish uchun o'tirg'i chiqib olganligi aniqla. Qur'onda bor narsaga Qur'on bilan javob beralaydi. Qur'onda yo'q narsaga Qur'on bilan javob beramaydi bu. Javob beramaydi. Hadis bilan javob berdi. U hadisni rostga chiqarish uchun Allohning oyatlarini Allah ve Allah'ın Resulü bir işte hüküm çıkarsa ayol müminlerin o'z ishida ixtiyorligi yo'q degan. Allah manada hüküm qilmagan bilan payg'ambar alayhisalom manda hüküm qilgan. Shuning uchun payg'ambar alayhisalomning hukmiga ishonamiz deb Allohning oyatini burmalaydi. Allah ve Allah'ın Resulü bir işte hüküm çıkarsa ayol müminlerin o'z ishida ixtiyorligi yo'q degan gap. Allah bir işte hükümni berse, Resul yani elçi şu hükümni yetkizse ve şu hüküm boyunca bir narsani icra qilsa, uningdan chetnab ketmasa, şu boyunca qilsa, ayol müminlerin o'z ishida ixtiyorligi yo'q degan ma'noni tushundirdi. Sura Maida 44, 45, 46 oyatlarda Allah'ın ayetleri bilan hüküm qilmaganlar, zolimlar, fosiqlar, kofirlar degan oyatni shu payg'ambar alayhisalom nozil bo'lgan payg'ambar alayhisalom yetkizgan. Allah'ın ayeti bilan bog'lanmagan, Allah'ın ayeti bilan ochiqlanmagan, Allah'ın ayeti bilan mana bu shaklda hukm qilsa demagan narsalarga payg'ambar alayhisalom o'z ra'yi bilan hukm bermaydi. Nurg'un narsalar bor, mana shundoq Qur'onda yo'q, bizga din bo'lib tengilib qolgan. İman etishimizga majburlangan, iman etish kerak, uni inkor qilsang kofir bo'lsa deyotgan Qur'on bilan aloqasi yo'q narsalar, nurg'un o'ltirishlar, Qur'onning hukmi bilan hech qanday aloqasi yo'q narsalar bor. Endi mushu narsaga Qur'on bilan javob berib baqsinchi. Men yana bir takrorlab beray. Aysoning tushishi Qur'onda yo'q. Mahdining chiqishi Qur'onda yo'q. Zinaxurni chammagichak qilib o'ltirish Qur'onda yo'q. Murtadni o'ltirish Qur'onda yo'q. Namoz o'qimagan odamni o'ltirish Qur'onda yo'q. Shafaat Qur'onda yo'q. 31 dona oyat va shafaat qiluvchilar kimga o shafaat qila oladigan deb ochiq Alloh maydon o'qib, shu shafaatchi paydo qilib olgan Makka mushriklariga kimga o shafaat qila oladigan, mening iznimsiz o'zi bir odamni shafaat qila oladigan kimga desa, mening iznimsiz dedi. Payg'ambar alayhisalomga izni bersa, payg'ambar alayhisalom uni shafaat qilib oladi deb, bu shafaat to'g'riliq, bu nurg'un hadis o'ttirg'i chiqiliq. Va undan boshqa mo'jiz, Qur'ondan boshqa mo'jiz yo'q Allohning deb ochiq oyat bor. Undan boshqa shu payg'ambar alayhisalomni bir sehrgarga aylantiribliq. Nurg'un mo'jiz bor. Barmoqidan suv chiqdi deyotgan, tosh gap qildi deyotgan, echki gap qildi deyotgan, daraxt salom qildi deyotgan, mo'shunda bir narsa. Agar daraxt salom qilgan bo'lsa, tosh gap qilgan bo'lsa, echki gap qilgan bo'lsa, hayvonlar ovoz chiqarib payg'ambar alayhisalom so'ragan bo'lsa, demak ularni shu payg'ambar alayhisalom mana mening mo'jizam deb ko'rsatib qo'yadi uni.
Qur'ondan boshqa mo'jiza yo'q u Muhammad alayhissalomning deb Qur'onning bir mo'jiza ekanligini Alloh ochiq deb qo'yaylik. Undan boshqa go'r azobi degan to'g'riliq nurg'un hadislar bor. Go'r azobi degan bir narsa Qur'onda yo'q. Yo'q. Demak, mushu biz da'vatgan Qur'onda yo'q. Lekin hadis bilan o'ttirg'i chiqib qolgan nurg'un narsalar bor. Nurg'un narsalar bor. Mushu narsalarni Qur'on bilan isbotlab bersin desak, endi Qur'on bilan qarindoshlar bilan bo'lgan munozirada Qur'on bilan chiroyli bir so'zlab ba'zi narsalarni isbotlabdiki, shuni rag'batlantirib, Alloh rozi bo'lsin desak, endi ko'ranglab bu ishtonga patmay qolibdi bu. Ishton patmay, mana chiqolmaydi bular, anda qilolmaydi. Bu chiqidi chiqsang bo'ldi-ku. Chiqa Abdukarim Zoir har qachonda tayyor. Qur'on bilan gap qilganting sen. Qur'on bilan gap qilgan vaqtingda Abdukarim Zoir chiroyli Alloh rozi bo'lsin. Mana Qur'on bilan javob bergani bo'ldi ekan-ku deb sening so'zingni rag'batlandi, seni qo'lladi, seni Alloh rozi bo'lsin dedi. Endi qo'pib Abdukarim Zoirni Angliya oqistiba, uba buba deb o'tirg'i chiqib, mana bular tugdi. Chiqa, qaysi mediaga taklif qilsan qila. Abdukarim Zoir chiqdi munozirga sen bilan. Chiqdi. Chiqib Qur'onda banasi nima, Qur'on degan nima, u qanday kitob, qanday kitob. Mush temalarda sen bilan so'zlashalaydi. Bu nima degan ko'ranglik, nima degan saposizlik bu deymanda. Qur'onda bor narsaga Qur'on bilan dalil ko'rsatib, boshqalarni qoyil qilgani bo'ladi. Qur'onda yo'q narsani nima uchun bu Qur'onda yo'q, mayada bor deb savol so'rayapmiz. 5-6 yil bo'ldi. 2015ning yog'i 10 yil bo'libdi hozir. 10 yilningizda mushu savollarni so'rayapmiz. Hech kim Qur'on bilan javob bermasdan, keyinda qo'pab bu joyil odam bu Hamid Nasriddin degan javob bersak unimaydi. Sen Qur'on bilan javob bera buningga. Men yuqorida atagan narsalarning hammasiga Qur'on bilan javob bera. Men qoyil olaman. Qur'on bilan javob bermay, hadisda bor, desan hadisda borligini men bilaman. Payg'ambar alayhisalom o'zi ib kelgan Qur'onga, o'zi vahiy qilingan, o'ziga vahiy qilingan Qur'onga zid hukm beramda. Sura Haqqoning 46-oyatida u Muhammad alayhisalom biz demaganda bizning nomimizdan deydigan bo'lsa, uning qizil tomirini kesib o'tamiz. Aranglardan hech kim uni bizning qo'limizdan qutuldirib qololmaydi degan oyat bor. Qur'onning hukmiga zid u Muhammad alayhisalom hukm bermaydi. Qur'onga zid hadislarni so'zlamaydi. Hattoki shafaat to'g'riliq kelgan hadislar Payg'ambar alayhisalomning qizi Fatimaga so'zlagan hadis bilan zid. Qur'on bilan zid bo'lishdan tashqari qizi Fatimaga qizim Allohning azobidan sizni hech kim qutuldirib qololmaydi. Faqat o amalingiz o'zingizning amali qutuldirdi. Dadam payg'ambar qiyomat kuni menga aricho'lab meni qutuldirib qolamki deb o'ylab qolmang. Allohning azobidan sizni hech kim qutuldirib qololmaydi deb Luqman alayhissalom o'zining o'g'liga Qur'onda oyat basiri Luqmonda deyman. O'g'ilrim, Allohning azobidan sizlarni hech kim qutuldirib qololmaydi degan shu oyatni shu peti qilib yetkazib qo'ygan. Umi bir hadis qilib yeziqliq. Payg'ambar alayhissalom qizi Fatimaga mushta dedi deb. Aytdi. Hayajonlanib so'zlab ketdi. Kimga u qiyomat kuni birisining qo'lidan birisini qutuldira oladigan Payg'ambar alayhissalom qizi Fatimadek eng yaxshi ko'radigan o'zining qizini Allohning azobidan sizni hech kim qutuldirib qololmaydi. Mening payg'ambarligim uningga ora turolmaydi degan deb so'zlab bo'lib, keyinda moyoqda qo'pib Payg'ambar alayhissalom qiyomat kuni shafaat qiladi deb so'zlaydi. Ağızdan chiqqanni quliq tuymaydi asos jihatdan bularninki. Unda ko'ranglab ketmay, ma Qur'onda men da'vatgan mushu narsalarning hammini, men sanagan mushu narsalarning hammini Qur'ondan tepib javob bera, xotirjam bo'lamiz, sana taslim bo'lamiz. Assalomu alaykum qarindoshlar. Mushu 14 minut 30 sekundlik so'zimga azra qo'shimcha qilay. Mushu so'zni qilgan kishi, mushu 10 minut 58 sekundlik so'zni qilgan kishi, men mushu 14 minut
32 sekundlik so'zni shundan qartib qildim. Yana azroq qo'shimcha qilay. Ash 10 minut 58 sekundlik so'zida ularni biz muxotib emas, bizning muxotibimiz emas. Uni muxotib olmaymiz. Ularga javob bergidek odam emas debdi. Demak, mushu so'zdan ashining sapasining qanchalik odam ekanligi va o'zining nega berib qolganligi. Mushu so'z, mushu kupur so'z uni qayaga ilib boradiganligini, ya'ni o'ziga tashlab qo'yamiz endi. Sen kimsan ey pitliq degimiz keladi. Sen kimsan ey pitliq bizni muxotib olanmag'idek, ammag'idek. Sen kim deymiz endi onunga. Bunun dinini bilmeydiganlığı, Kur'an'dan hiç qandaq bir narsa bilmeydiganlığı, bunun da bir insanlık, bunun da bir haqiqiy ahliliğine xas bir salahiyetinin yo'qligi, ahlakının yo'qligi, sapasızlığı şu sözlerden ko'rinib turibdi. Bizning muxotibimiz emasdi u. Biz bilan muxotib bo'lanmaydi. Shuning uchun ularga javob bergidek odamlar emas. Oy sen kimsen pitliq? Sen kim? Oy Allah şeytanını muhatap aldı. Şeytan bilen sözleşti Allah. Şeytanın sözüne cevap verdi. Şeytan anı dedi. Allah mani dedi de ayette bak o Kur'an'da. Azer'in sözüne, putperestinin Azer'in sözüne muhatap aldı Allah. Onun cevap verdi. İbrahim Aleyhisselam arkalık. Firavunga Musa Aleyhisselam arkalık sizler onun aldığı işkinler, Harun işkinler bağa vakti naydı silik yap kılınlar. Ahlak bilen muamele kılınlar dedi Allah. Şularını muhatap aldı. Muşu Muhammed Aleyhisselam'ın devirdeki Velid ibn Mughire Kur'an haramdan boğan dep ağan adamlarga qandaq cevap verişini Allah muhatap ilip cevap verdi şulağa. Ular mandaq kişidi dep. Şu haramdan boğanlarga mı? Sen kimsen? Onu biz neticelerinizi muhatap almadım dep. Özüngni ilahlık derecesiga ko'tarib, uyaga apırvanmay. Men bularning so'ziga javob topolmadim da. Cevap tapamadım da. Çünkü Allah Sure Furqonning 52. ayetida ey Muhammed Aleyhisselam sen bu şu Kur'an bilen yo'lga chiqsang, sana dünyada hech kim teng kelenmaydi degan oyat bor. Teng kelenmaganliging uchun o'zingni ulug' ashundoq cho'ng bir o'ringa chiqib boshqalarni muhatap olmaydigan, o'zing bilan munozir qilish salohiyati to'shmaydigan odam ko'ryapsiz. Allah bütün dünyadaki bütün necisliklerini kılan kafirlarga, bütün müşriklerge tarihten tatip, ta Adem Aleyhisselam'ını yaratıştın aval, insanı yaratıştın aval, aşı bütün insanların azdırdığı şeytan bilen sözleşken Allah, ahirgiçi bütün peygamberler arkalık, bütün müşrikler bilen, bütün necisler bilen, hemmisi bilen, bütün bozukçuluk kılıdığından hemmisi bilen Allah şularını muhatap ilip, şularga cevap verip, her bir sözüge cevap verip, mani deyse mani digin ey Muhammed Aleyhisselam. Ula mani davatıda sen mani digin dep, özün elçisi arkalık muhatap aldığı şularını. Sen kim o sen? Ulan muhatap almayımız, cevap bergidek adam emas. Cevap veremeyse, şunun için cevap bergidek adam emas dep, özüngni ilahlık derecesiga ko'tarib, özüngning mushu gapining qanchalik xatoligini bilmay so'zlayotsa. Biz seni cho'ng o'ringa qo'yib, ilim ahli deb, bildi deb, ma narsa Qur'onda yo'q. Nima uchun mayadi ba? Ma narsa Qur'onda yo'q. Nima uchun mayadi ba? Ma hukm Qur'onda manda berilgan mayadi. Nima uchun manda berildi deb so'rayapmiz sendan. Seni bir insonmiki deb. Keyindan qo'pib undan keyin biz muhatap olmaymiz. Va nima yo'qanchilik? Pitliqlar.